Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Biz o'tgan mavzumizda yanchish jarayonida foydalanuvchi tegirmonlar bo'yicha gaplashgandik. Bugungi qisqacha mavzuyimiz yanchish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar. Yanchish jarayonidan maqsad nima? Yanchish jarayonidan maqsad minus 0,071 mm zarrachalarni miqdorini 60% dan yuqori bo'lishini ta'minlash. Ya'ni yanchilgan mahsulot tarkibida 0,071 mm zarrachalardan minus, ya'ni kichigi 60% dan kam bo'lmasligi kerak. Qancha 60% dan yuqorilashaversa, ya'ni mana bu 0,071 mm zarrachalardan minusi bu boyitish jarayoniga foydali ta'sir ko'rsatadi. Sababi mana bu 0,071 mm zarra tayyor sinf deyiladi. Bu sinfni ta'minlash uchun turli tegirmonlardan foydalanadi. Ya'ni bu da o'sha turli kattalikdagi o'sha o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlarda 200-300 mmlik, yoki yarim o'zini qayta yanchuvchi tegirmonlarda, stерженli tegirmonlarda yoki sharli tegirmonlarda turli kattalikdagi rudalar keladi va uni yanchib tayyor sinf ta'minlab beradi. Bu yanchish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni biz aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda kelayotgan rudaning o'lchamiga bog'liq. Qancha rudaning o'lchami kattalashaversa, yanchish jarayoni shuncha qiyinlashaveradi. Rudaning qattiqligi ortib boraversa, yanchish samarasi tushib ketadi. Sharning miqdori, agar u sharli tegirmon bo'ladigan bo'lsa, o'sha sharning miqdori agar o'z normal foizdan kamayadigan bo'lsa, yanchish unumdorligi ham tushib ketadi. Suvning miqdori, ya'ni suvning miqdori yanchish jarayonida katta ahamiyatga ega. Ya'ni quruq rudani tegirmonda yanchgandan ko'ra uni suv bilan yanchsa, yanchish unumdorligi ortadi. Sababi suv bilan o'sha yanchilgan zarralar tegirmondan chiqib ketadi. Ya'ni yanchilmagan zarralar yanchilib, yanchilganlar tegirmondan chiqib ketib, tegirmonning ish unumdorligi ortadi. Oxirgi asosiy ta'sir qiluvchi omil ish rejimi. Har bir tegirmon o'zining ish rejimiga ega. Mana bu tegirmonlar shunchaki aylanish hisobiga yanchiladi. Buni ham o'zining aylanish texnologiyasi bor. Keyingi darsligimizda o'sha necha xil rejimda ishlaydi tegirmonlar, qanday aylanganda, ya'ni 1 minutda necha marta aylanganda tegirmonlar qanday unumdorlikka egalik bo'yicha gaplashamiz. Bugungi mavzumiz qisqacha yanchish jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar edi. E'tiboringiz uchun rahmat.